Madina Makkadan 1000 kilometr uzoqda o'tiradigan shayx aytadi. Odatda bir boshimga musibat kelsa, shunday chiqardimda ihrom kiyimini kiyib umraga, Ka'baga borardimda, shunday Ka'bani ichiga kirib tavof qilib bo'lgandan keyin qo'limni ko'tarib turib hijrga kirardimda, ey mana shu yer va ko'kning, osmon va yerning egasi bo'lgan Rabbim, meni boshimga shunday musibat keldi, meni musibatimni ketkiz deb duo qilardim. Ko'p duolarim ijobat bo'lardi dedi. Ko'p duolarim ijobat bo'lardi dedi. Shundan dedi, bir farzandim tug'ildi dedi. Farzandim dedi, tug'ma invalid tug'ildi dedi. Qiz bola tug'ma invalid, yurmaydi. O'saverdi, o'rganib qolasiz endi ko'zingizda, hali kasalni ko'raverganingizdan keyin. Hali ko'zimni oldida hali bolam invalid qizim 6-7 yoshga kelib qoldi dedi. Bir kun kattaygan sayi odamga keyin nimangiz qiynalayotganini ko'rasiz. Kichkinasida bilinmaydi. Keyin qiynalayotganini ko'rdimda keyin esimga keldi. Subhanalloh. Dunyoviy bir ishim bo'lsa, Robbil Ka'baga borib, Ka'baning Robbisi Allohdan so'rayman-u, nahotki shuni Alloh taolo bu invalid deb tashab qo'y, shuni Alloh taolo shifo bera olmaydi dedimda dedi. Yaxshilab niyatlanib dedi, chiqdimda dedi, ihrom kiyimimni kiyib, Ka'baga borib duo nima qildim, bomdod namozida o'qib bo'lib, tavof qilib bo'lib, bomdoddan peshingacha duo qildim dedi. Bomdoddan peshingacha ana shu yerda turib yig'lab, ey Robbun nas, ey Alloh, butun insonlarni yaratguvchisan, bir insonni mudrak qilib yaratib qo'yding, o'zing shifosini bergin, shuni yurgizgin duo qildim dedi. Keyin charchadim, peshindan keyin dam oldim dedi. Ki asrni o'qidimda dedi, qaytib keldim mashinamda dedi. Uyimga kelib eshitib shunday bossam, ana shu invalid qizim eshikni ochdi dedi. Invalid bo'layotgan qizim eshikni ochdi. Shunda so'radim, nima bo'ldi deganda, peshin vaqtida yurib ketdi o'zi degan ekan. Peshinda duo qilib bo'lganda yurib ketdi degan. Bizlar duolarni ana qilmasligimiz kerak bizlar. Duoga juda ham ahamiyatli. Biz kimni oldida duo qilayotganimizni bilishimiz kerak birinchidan. Butun yer va osmonning Robbisi qo'lini cho'zib duo qil, bandam qabul qilaman deyotgan zotni oldida duo qilyapmiz. Borsam kirgizarmikan eshikdan, kirgizmasmikan? Qabul qilarmikan, qilmasmikan degan zot emas. Hammaga eshigi ochiq. Hatto eng gunohkor bandalarga eshigini ochib qo'ygan zotni oldida duo qilyapmiz.